Advokat o'z mijozini aybdor deb bilsa ham uni himoya qilish kerak, ya'ni majburmi? Himoyamiz ostidagi shaxslarni asosan 90% aybi bo'ladi baribir. 10% da bo'lishi mumkin. Guvoh bo'lib, yonida bo'lib qolgan odamlarni ham bir xil paytda tergovda birinchi gumonlanuvchi, kerak bo'lsa ayblanuvchi statusgacha olib borib turib, guvoh ekanligini, uni aybi yo'q ekanligini isbotlanadigan bo'lsa, boyaga aytganimizdek, jinoyat ishining ichida jinoyat ishini bir qismini tugatish qarori chiqartirib turib, o'sha guvoh shaxsga nisbatan bo'lgan qismini tugatib ketsa bo'ladi. Boyaga aytganingizdek, aybi bo'lsa-yu, uni baribir advokat himoya qilish kerakmi degan narsani qilish kerak. Qonunchilik bo'yicha shaxs jinoyat ishi doirasida gumonlanuvchi yoki ayblanish tariqasida jalb qilingan paytdan boshlab uni himoya huquqi bilan ta'minlashga majbur deb qo'yilgan. Nimaga himoyachi ishtirok etishi kerak? Uni bilamiz, aybi bor, unga hech narsa yordam qilib bera olmaysiz. Unga hech narsa o'zgartirish qila olmaysiz. Lekin amaliyotda shunaqa narsa borki, buni tan olib yetish kerak. Tergov organlari asosan og'irlashtiruv holatlari bilan, ya'ni og'irroq moddalar bilan chiqaradi sudga. Endi ko'p emas, aksariyat holatlarda bor shunaqa holatlar og'irroq moddalar bilan chiqaradi. Ana shunaqa holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun advokat o'sha yerda bo'lishi kerak. Endi tergov, misol uchun, bu meni fikrim, bu tergovning fikri, tergov shunaqa deb baholayapti deb turib og'irroq bilan chiqazaveradi, lekin sudlar tomonidan yengillashtiruv holatlariga o'tilgan paytlar ham juda ko'p bo'ladi. Ana shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun advokat baribir ishtirok etishi shart.